Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men Italiyada o'qiyman. Ko'p o'sha joyda o'qiyotgan talabalar singari ora-orada yetkazib berish, dastavka ishi bilan shug'ullanib turaman. Savolim shundan iboratki, qanday turdagi mahsulotlarni yetkazib berish men uchun halol va uy joyda so'yilgan mol va tovuq go'shtlarini ahli kitoblarniki deb tashishim mumkinmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulilloh amma ba'd. Bunday holatlarda agar biz mo'min musulmonlar uchun halol bo'ladigan narsalar bo'lsa, ularni yetkazib berishlik mumkin. Ammo iste'moli man etilgan narsalarni yetkazib berishlik mumkin emas. Aks holda o'sha insonlar, ya'ni buyurtmachilarning gunoh ma'siyatlariga sherik bo'lib qolish bor yoki buyurtmani qabul qilib olib ishlab chiqaruvchilarni ham gunoh ma'siyatlariga sherik bo'lib qolishlik bor. Alloh taolo oyati karimasida A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ta'avanu 'alal birri vat taqva va la ta'avanu 'alal ismi val udvan degan. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qilinglar, ammo gunoh ma'siyat va adovat, yomonlik yo'lida, yovuzlik yo'lida hamkorlik qilmanglar degan. Shunga muvofiq mo'min musulmon kishi 3-4 so'm pul ishlashlik uchun o'zini dinini, oru-nomusini, ma'naviyatini, qadriyatini pastga urib, o'zining shariatida mumkin bo'lmagan narsalarni boshqalarga yetkazib berishlik xizmati bilan shug'ullanmaydi. Balki o'zini ulug'vor tutadi, dini, diyonatini birinchi o'ringa qo'yadi, qadriyatini, milliyligini yuqori o'ringa qo'yadi-da, boshqa din yoki dinsizlar oldida boshini egmaydi, ularni noshar'iy ishlarini amalga oshirib berganligini evaziga mablag' ham, ya'ni maosh ham olmaydi. Vallohu alam bis-savob. Vitr vojib namozini qazo qilgan odam vitrni qazosini qaysi tartibda o'qiydi? Vitr vojibni qazo qilgan inson mana 5 mahal namozni qazo qilayotgan bo'lsa, xuddi shu tartibda o'qib ketaveradi. Albatta bu ahli tartiblarga aytilgan gap. Mabodo ko'p yillar davomida, oylar davomida namozlarni qazo qilib yurgan bo'lsa, unda xohlagan paytda o'qisa bo'laveradi. Quyosh chiqayotgan, quyosh tikkaga kelgan payti va quyosh botayotgan payti o'qimasa bo'ldi. Xuddi har kunlik vitr vojib namozi vaqtida qanday o'qilayotgan bo'lsa, qazosida ham xuddi shunday o'qiladi. Uning uchun alohida azon aytilmaydi, uning uchun takbir ham aytilmaydi, balki qazo qilgan vitr namozlarimni eng oxirgisini yoki eng avvalgisini yoki kuni tayin bo'lsa, kecha masalan yoki avvalgi kuni qazo bo'lgan vitr namozimni o'qimoqlikni niyat qildim deb o'qib ketaveradi. Men oldin